aytamaga ko'ngilga kelmasin, bir ayol chiqib olib butun O'zbekistonga tishini yuvin deydi, blindamet bilan. Tishingizni blindamet pastasi bilan yuvsangiz, karies yo'qoladi. Maydama bizni o'zbek hayotda tishini yuvmasa kerak u. Yana ko'ngilga kelmasin, bizni o'zbek to'ydan bosh chiqmaydi, tishini qachon yuvadi? Mana hozir o'tiribsizlar, xudo xolasa 12:1da o'yinga borasizlar, qiyshiy. Ishidan kirishinglar bilan tishinglarni yuvasizlar. Men ayollarni bilaman, shunday kiradi. Charchab ketdilar. Bolam choy qo'yarga xonim ochib ketyapti. Kechasi bir. To'yda ovqat yemadi, to'yda odam uyaldi balodi, hamma ko'zi menda. Erkaklar ham shu telba. Soat 3 gacha to'yda ovqat yedi. O'yga boradi. Ovqat bormi, ovqat? O'z 3 gacha o'tirgan aroq ichib ovqat yeb. Ovqat. Xotin uf, alkash ketdi-ya. Adanga yetkin yuborman. Haladdin deydi, moshshir bor sovuqqada, yesin zahariga. Bo'ldi, o'zim topib olaman. Kechasi 3 ta erkak sovuq moshshir yedi, soat 3:30 gacha. 3:30 da erkak kiyingan ko'chaga chiqib ketyapti. Qa, ketyapsiz? Oshga. Osh qayerda ekan? Xudo biladi. Shu erkaklar qayoqqa yursa o'sha yerda osh bor. Bormasa bo'lmaydi, mahallachilik aralashtirish kerak.